Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Aziz kuzatuvchilar, videoroliklarni oxirigacha tomosha qiling va o'zingizning samimiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Ha aytgancha, like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Biz sizlar uchun eng so'nggi va dolzarb xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Diqqat qiling, bu hafta davomida O'zbekiston hududi bo'yicha harorat foni pasayadi. Respublika hududining katta qismida kunduzi havo harorati 30-35 daraja atrofida, janubda esa 37 darajagacha bo'ladi. Bugun kunduzi O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatildi. Faqatgina Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 1-iyulda respublikaning shimoliy g'arbiy hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda esa momaqaldiroq bilan kuzatiladi. 2-iyulda markaziy viloyatlarda asosan ayrim tog'oldi va tog'li hududlarda, 3-iyulda esa O'zbekistonning shimoliy g'arbiy va cho'l hududlarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda 30-iyul vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kunduzi 30-32 daraja. 1-iyuldan 3-iyulgacha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqatgina 2-iyul kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat asosan kunduz kunlari 31-34 darajagacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.